Botir Hobby profili uchun shu mashinani Angrendan borib olib keldim. Bunaqa eski markalarga zapchastlarni Toshkentdan topish sal muammoroq ekan. Shuning uchun ham Chimkentga qarab yo'lga chiqdim. Qoplonbey tamojnisidan o'tib 2000 tangaga, ya'ni bizning pulda 50 ming so'mga Chimkent shahridagi Xotin ko'prik degan joyda mana shunaqa katta zapchast bozori bor ekan. O'sha yerga yetib oldim. Bu joyda deyarli hamma markalarga yangi ham, bu ham zapchastlar bemalol topsanglar bo'lar ekan. Topilishi qiyin bo'lgan zapchastlarni ko'pchilik shu joydan kelib olib ketishar ekan. Menga mashinani ходовой qismiga zapchastlar kerak edi. Salniy blok komplekt, stabilizator rezinka, sharovoy, nakonechnik komplekt shularning hammasi bizning pulda 537 ming bo'ldi. Narxlari ham arzon ekan. Bu videoni eski markasi bor. Tez-tez mashinani ustiga olib boradigan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar, balki ularga foydasi tegib qolar. Bu joydan chiqib Yandex chaqirdim. Yandex shirkan o'tdi. Yandex 500 tangaga bozorga olib kelib qo'ydi. Bizning pulda 10 ming so'mga to'g'ri keladi. Avtonur bozorini ko'pchilik biladi. Bu joyda kiyim-kechaklarning assortimenti juda ham ko'p, narxlari ham arzon. Bu joydan chiqib Toshkentga qarab yo'lga chiqdik. Chimkentda Cobalt juda ham ko'p ekan. Narxi 17 ming dollar sotilayotgan ekan, eng full varianti. Qaytishda Cobaltda qaytdik biz ham. Benzin qo'ydik. Ma'lumot uchun 92 markadagi benzin Qozog'istonda 5 ming so'm ekan. Bu bozorga borishda ham, qaytishda ham mana shunaqa chiroyli manzaralarni tomosha qilib, vaqt qanaqa o'tganini bilmay qolasizlar. Profilimga obuna bo'lib, kuzatib tursanglar, qiziqarli, foydali kontentlar qo'yib borishga harakat qilaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.